Assalomu alaykum. Kia Buxoro avtosalonining YouTube'dagi obunachilari. Bugun sizlar bilan Kia Sorento, ya'ni Kia'ning eng so'nggi modeli hisoblanadigan Kia Sorento'ning 4 ta pozitsiyasini ham obzorini va videoning oxirida grafiklarini, to'lov usullarini tanishtirib o'tib chiqamiz. Xo'p, unda videoni boshladik. Kia Sorento 4 ta pozitsiyasi bor. Narxlari 636 million 900 mingdan boshlanadi, 771 million 900 minggacha. Orqamda turgan Kia Sorento bu 3-pozitsiya hisoblanadi. Narx 739 million 900 ming so'm. 2.5 motorlining eng full pozitsiyasi hisoblanadi. Birinchidan 3-pozitsiyasigacha 2.5 atmosfer motor hisoblanadi. 4-pozitsiyamiz bo'lsa 3.5 atmosfer motor. Xo'sh, 4 ta linzali fara, monoqoshlari, 360 kamerasi, oldi patroniklari, saka diskalari 19 razmerda bo'ladi. Ichkari ko'rinishga o'tadigan bo'lsak agar, vestikyul do'stiklari bor, slipoy zonalari bor. Ichkari ko'rinishiga pamitli stendalari bor. Disk rejimlar, qo'yish, oynalarni avto tushirish, chiqarish, rulning o'zida bo'lsa agar, multimedia boshqaruv, cruise control, polasa control, adaptivni cruise control, hamma funksiyalari bor. Xo'sh. Chiroqlari sensor tarzida yonadi. Monitor 12.3 dyuymda bo'ladi. Salon podsvetkalari bor. Richag emas, shayba holatda bo'ladi. Sidena abagrev, abduf, passajirda ham, ili shofyorda ham, ili orqa skameynkalarida ham bor. Rejimlari 7 xil rejimda harakatlanadi. Eko, normal, sport, xo'sh, qorda, cho'lda, qiyaliklarda yurishlari uchun o'ziga moslab yuraveradi. Rul abagrevlari, avtohold sistemasi, tog'da, balandliklardan tushayotganda o'zini regrovka qiladigan funksiyalarigacha bor. Xo'sh, 4 ta balonni tortadi. Oldi orqa patroniklari bor, 360 kamerasi bor. Ruchniki elektronli bo'ladi. Salonning ichkari ko'rinishi xuddi shunday bo'ladi. 910 klimat kontrol, 910 klimat kontrollar sensor ekranda ishlaydi. Bespryodnoy zaryadka, undan tashqari yana zaryad qo'shish uchun USB joylari ham bor. Xo'sh, bar ko'rinishi keng bar. Qo'ysangiz agar yana ham kattalashadi. Orqa tomondan ko'rinish va skameynkalari. Prezidentskiy pardalari ham bor. O'zida oynalari o'zi avto qoraytirilgan holatda keladi. Undan tashqari yana baland qilish maqsadida tonirovka ursangiz ham bo'ladi. Bagajlar elektron ochilib, elektron yopiladi. O'z bag'riga 7 kishini sig'diradi. 3-qator uchun ham deflektorlar, konditsionerniki, pechkaniki bor. USB kabellar uchun zaryad qo'yishga joylari bor. Ili elektron bagajda disk rejimlarigacha bor. Isib qolmaydi. Har tomonlama himoyalangan. Bu mashinaning eng yana qulayli tomonligi samat armajeniyasi ham bor. Oldi orqada masalan o'z ko'z yetmaydigan joylarda urilishdan o'zini o'zi himoyalab to'xtaydi. Xo'p, orqa tomonda ham patroniklari bor. Mashina polni panoramada bo'ladi. Birinchi pozitsiyamiz 5 kishilik hisoblanadi, qolgan 3 ta pozitsiyamiz 7 kishilik hisoblanadi. Hozirda bu 3-pozitsiya 2.5 atmosferli motor hisoblanadi. Hozir motorlarni ochib ko'rsataman. Xo'sh, 2.5 MPI motor, atmosferli ya'ni 179 ta ot kuchiga ega, 2.5 motorlisi. 3.5 motorlisi bo'lsa 272 ot kuchiga ega bo'ladi. Motor qismiga 150 ming kilometr
yoki 5 yil garantiyasi bor. Ходовой частиga keladigan bo'lsak agar 70 ming kilometr yoki 3 yilgacha garantiyasi bor. Elektr оборудованияsiga 3 yillik garantiyani avtosalon tomonidan sizlarga garantiyani knishka orqali taqdim etiladi. Xo'sh. Birinchi, ikkinchi pozitsiya bilan farqlari. Xo'sh, bunda avarenka mana qo'shda yonadi. Birinchi, ikkinchi pozitsiyamizda 3 talik lupa fara bo'lganligi uchun 4-chi farasi uje avarenka hisoblanadi. 2,5 atmosfer motorliligini ko'rdik. Mana endi 4-chi pozitsiyasi, ya'ni 3,5 atmosfer motorlisini ham ko'rsatib o'taman. Xo'sh, bunda qulayliklar 3-chi pozitsiyaga nisbatan ancha yana ham yaxshilanadi. Uje motor 3,5 MPI motor hisoblanadi. ...272 ot kuchiga ega. Xo'sh, 4-chi pozitsiyamizning qulayliklari yana salon qismida hisoblanadi. Salon qismida 4-chi pozitsiyada xo'sh, shofer sidenada masaj. Xo'sh, eng qulaylik tomoni bunda отпечатка hisoblanadi. Uning sababi nima? Miyasini o'zingizning отпечатkangiz orqali qulflab qo'yishingiz mumkin. Kalit sizda bo'lmasa ham yoki boshqa birov kalitingiz bilan kelsa, mashinani zavat qilib yoqib, haydab keta olmaydi. Sababi siz blokka tashlab ketgan bo'lasiz. Kelib, blokni ochgandan keyin mashinani zavat qilib haydab ketishingiz mumkin. Yana bir qulaylik tomoni skamenkada atamankalari ham bor. Bu uzoq yo'llarda yana ham qulayroq mashinada o'tirishga yordam beradi. Xo'p, mashina haqida ma'lumotlarni batafsil berib o'tdik. Mana endi to'lov usullari haqida gaplashamiz. To'lov usullari haqida gaplashib o'tamiz. To'lov usullari Kia Sorento modelimizda naqdga, avtokreditga yoki imtiyozli avtokreditga yoki рассрочкаga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Imtiyozli avtokredit deganlarimiz bu foizlari boshlang'ich to'lovingizga tanlagan muddatingizga qarab atigi 1% dan 14% gacha o'z nomingizga 1 yildan 5 yil muddatgacha kreditni rasmiylashtirishingiz mumkin. Рассрочкasiga keladigan bo'lsak agar tan narxini boshlang'ich 30% to'lov qilsangiz qolgani 1 yilga, 40% to'lov qilsangiz qolgani 1,5 yilga, 50% to'lov qilsangiz qolgani 2 yilga, 60% to'lov qilsangiz agar qolgani 3 yilga 5% o'zini tan narxini bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Bularni grafik usulda sizlarga o'zi ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'sh, oddiy misol birinchi pozitsiya va oxirgi pozitsiyalarni hisoblab beraman. Birinchi pozitsiyamiz narxi 636 million 900 ming so'm. Xo'sh, 30% to'lov qiladigan bo'lsangiz 0% bilan 1 yilga. Ya'ni boshlang'ich to'lov 191 million 70 ming so'm to'lov qilib, oylik to'lovini 37 million 152 ming 500 so'mga xarid qilsangiz ham bo'ladi. Yoki boshlang'ichini 40% qilib turib, ya'ni 254 million 760 ming to'lovini amalga oshirib, qolgani 1,5 yilga oylik to'lovini 21 million 230 mingdan to'lab mashinani xarid qilsangiz ham bo'ladi. Agar yo'q boshlang'ich to'lovini yana ham ko'proq qilib 50% ni berib, qolganini 2 yilga olmoqchi bo'lsangiz agar 13 million 268 mingdan oylik to'lov chiqadi. Boshlang'ich to'lov 50% 318 million 450 ming so'm bo'ladi. Agar bu muddatda ham sizga masalan kamlik qiladigan bo'lsa, boshlang'ich 60%, ya'ni 382 million 140 ming so'm to'lov qilib, qolgani 3 yilga, ya'ni 36 oyga 7 million 76 ming so'm oylik to'lovi atigi 3 yilga qisqa muddatga xarid qilsangiz ham bo'ladi. Xo'sh, imtiyozli avtokreditlarga keladigan bo'lsa agar masalan 60% to'lov qildingiz, yo'q menga 3 yil ham kam deydigan bo'lsangiz, atigi 1% orqali 4 yilga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Oylik to'lovi 5 million 416 ming so'mdan chiqadi.
Xo'p, birinchi pozitsiyasini ko'rdik. Ikkinchi, uchinchi pozitsiyasi ham shu summaga yaqinroq chiqadi. Endi full pozitsiyasini hisoblab ko'ramiz. Ya'ni 771 million 900 ming so'm eng full pozitsiya hisoblanadi. Xo'p, 30% to'ladik. Ya'ni 231 million 570 ming so'm. 0% bilan 1 yilga. Oylik to'lov 45 million 27 ming 500 so'mdan chiqadi. Xo'p, 40% to'lab qolgan 1,5 yilga oladigan bo'lsa agar, ya'ni 308 million 760 ming to'lovni amalga oshirib, qolgan 463 million 140 mingini oylik to'lovi 25 million 730 ming so'mdan o'z nomingizga rasmiylashtirsangiz bo'ladi. Yoki 50% ni berib, qolganini 2 yilga qarz qiladigan bo'lsak, 50% ya'ni 385 million 950 ming to'lovni amalga oshirib, ya'ni shuncha qolgan qarzingizni 16 million 81 ming 250 so'mdan 2 yilga, ya'ni 24 oyga qarz qilsangiz bo'ladi. Agar 60% ni to'lov qilib, qolganini 3 yilga olmoqchi bo'lsangiz agar, ya'ni 463 million 140 ming to'lovni amalga oshirib, qolgan 308 million 760 mingini 3 yilga 8 million 576 ming so'mdan to'lab borsangiz ham bo'ladi. Agar muddatini yana cho'zmoqchi bo'lsangiz, atigi 1% qo'shilib, qolganini 4 yilga 6,5 million 64 ming so'mdan to'lov qilsangiz ham bo'ladi. Xo'sh, rassrochka imtiyozli avtokreditlar bizni avtosalonimizga kelganingizdan so'ng o'z nomingizga shu avtosalon o'zidan bitadi. Ketadigan vaqtingiz atigi 1 soat ichida mashina o'z nomingizga rasmiylashtirilgan holatda topshiriladi sizga. Olib ketishingiz mumkin. Xo'p, nega aynan Kia Buxoro avtosalonini tanlashingiz kerak? Kia Buxoro avtosalonini tanlaganingiz uchun bizlar sizlarga avtosalonimiz nomidan xohlagan modelingizni tanlab xarid qilganingizdan keyin radiator setkalari, mashina uchun kerak bo'ladigan radiator setka, tonirovka, polik xizmatlarini tekinga, ya'ni sizlarga bizning avtosalonni tanlaganlaringiz uchun bonusga qo'shib beramiz. Xo'p, mashinangiz uchun yana doполнительный, masalan, parokmi, dugami, shunaqalarni ustunovka qilib mashinani yana ham himoyalamoqchi yoki yana ham chiroyliroq ko'rinishga keltirmoqchi bo'lsangiz agar, garantiyali servis xizmatimiz ham bor. Ularni ham chegirma asosida sizlarga mashinalaringizga ustunovka qilib beramiz garantiyalari bilan. Mashinani garantiyalarini tanishtirib o'tib chiqdim. Shu vaqt mobaynida bizni servisdan foydalansangiz, shu vaqt mobaynida barcha diagnostika xizmatlari sizga tekinga ko'rsatiladi. Bizning avtosalon sizlarga shunday shanslarni yaratib beradi. Bizning avtosalonimiz manziliga keladigan bo'lsak, gazli shassisi 1-uy yoki Yandex prilojeniyasiga kirib Kia Buxoro avtosalon deb yozsangiz agar, bizni to'g'ri mana shu rezidensiyaning yuzma-yuzidagi Kia Buxoro avtosaloniga olib keladi. Xo'p, agar yana sizga batafsil ma'lumot yoki aniq to'shli adres kerak bo'lsa, ekranda qoldirilgan raqamlarga aloqaga chiqsangiz agar, lokatsiya, grafiklar, mashina haqidagi ma'lumotlar, mashinaning ko'rinishi, videolarini tashlab beramiz, batafsilroq ma'lumot berib o'tamiz. Video sizga yoqqan bo'lsa agar, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring, layklarni bosishni esdan chiqarmang. Sizlarni Kia Buxoro avtosalonida kutib qolamiz. Kia Sorento modellaringiz kelib bizdan xaridni amalga oshiring va o'z bonuslaringizga ega chiqing.